Assalomu alaykum, adlomachilar. Xudo xolasa bitta klientimizga Panda mebel originalini qo'yib berdik. Ko'rishingiz mumkin, passivitkalar yonadi. Tumbuchkalarining tepalarida, trimolarida. Xo'p, shifaylarni ko'rishingiz mumkin. Shkaflarning ichini ochganimizda xo'p, tepada mishilkasi o'rtadan bo'lingan polkali variantda. O'rtasini ochadigan bo'lsak, o'rtasida bitta vishilkasi bor, tagida ikkita tortmasi bor, oshunmoshlari vakuumlik. Bu tarafini ochadigan bo'lsak, tepada sefi bor, vishilkasi bor va bu yerda polkalar. Xo'p, oynagi, tumbasi tepada. Bular sensorlik, yonib o'chadi. Shu variantda. Spaynlar tagi passivitka qilingan, taglari nasoslik ko'tariladigan bo'lgan. Mana shunday holatda tagi ochiladi. Xo'p, tumbuchkasi. Bunda ham passivitka 2 xil yonadi. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, trimolar ham passivitkalik. Sarg'am yonadi. Trimolarning ustlari yo'tiga oynali qilingan. Oshunmoshlar, vakuumlar vakuumli. Xudo xolasa, kimga shunaqa mebellar kerak bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastlabki qilib beramiz. Farg'ona, Andijon, Namangan ustanobkasini qilib beramiz.